هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nur suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Nur suresi Medine'de nazil bolgan 64 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir suredir ki onu biz sana nazil kıldık. Onundaki ahkamlarını farz kılıp bekittik. Ey müminler, sizlerning vazi nasihat ilişinglar üçün onunda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nazil qildik. Zina qilguvchi ayol va zina qilguvchi erning har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Bu surening ahamiyati. Alloh taolaning ey Muhammad, bu suredagi uni biz sana nazil qildik. Bu bir suredirki uni biz sana nazil qildik degan oyati bu surening muhimligini ko'rsatib berdi. Uningdagi ahkamlarni farz qilib bekitdik. Mujahid va Qatada bu oyatning ma'nosi haqida biz uningda halol haromni, buyruq cheklamalarni va jinoyatlarga bekitilgan belgilamalarni bayon qildik dedi. Imom Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida biz uningdagi ahkamlarni sizlarga va sizlardan keyin keladiganlarga farz qilib bekitdik degan bo'ladi deydiganlarmi bor dedi. Ey mu'minlar, sizlarning vazi nasihat ilishinglar uchun uningda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nazil qildik. Zina qilguvchilarga beriladigan jazoning bayoni. Zina qilguvchi ayol va zina qilguvchi erning har birini 100 darradan uringlar. Bu oyatda zina qilguvchilarga beriladigan jazoning hukmi bor. Zina qilguvchilarga beriladigan jazo ularning ahvoliga qarata bo'ladi. Ning tafsiloti mundaq. Zina qilguvchi mayli er yoki ayol bo'lsin, to'y qilgan yoki qilmagan, aqli o'shi joyida, hur, balog'atga yetgan turib zina qilgan odam bo'ladi. Zina qilguvchi tek to'y qilmagan bo'lsa, uningga beriladigan jazo oyatda bayon qilingandek 100 qamchi urishdir. Urilgan 100 qamchidan sirt u yana boshqa yurtga 1 yil palindi. Tövendiki hadis boshqa yurtga 1 yil palindiganligining dalilidir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Abu Hurayra va Zayd ibn Xolid Juhalarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahrolik ikki arab payg'ambar alayhisolamning qishig'i davolashib kelib, biri: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, mening o'g'lim buning qishidan nimka ishlamchi edi. O'g'lim buning ayoli bilan zina qilibdi.
Şunun bilan men o'g'limning o'rniga buningda 100 qo'y va bir cho'ri berdim. Men o'g'limning o'rniga buningda 100 qo'y va bir cho'ri berdim. Andin ilimli kishilardan bu vaqt so'rasam, ular menga o'g'limni 100 qamchi urush va 1 yil palashni, buning ayolini chalma-kesak qilishni aytdi dedi Payg'ambar alayhisalom. Jinim qo'lida bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men ikkinglarning oraliqida Alloh taolaning kitobi bilan hukm qilaman. Cho'ra va qo'ylar sana qaytariladi. Ammo o'g'ling 100 qamchi uriladi va 1 yil palindi. Andin Aslam qabilasidan bo'lgan bir kishiga: "Ey Unays, saharda bu kishining ayolining qishig'i berib, uning zina qilganligini yoki qilmaganligini so'ragan. Agar u ayol zina qilganligini e'tirof qilsa, uni chalma-kesak qilgan" dedi. Saharda Unays u ayolning qishig'i berib, uningdan zina qilgan yoki qilmaganligini so'radi. U ayol o'zining zina qilganligini e'tirof qildi. Shuning bilan Unays uni chalma-kesak qildi. Mana bu hadisda to'y qilmagan turib zina qilguvchining 100 qamchi urilish bilan birga 1 yil palindiganligiga dalil bor. Ammo to'y qilgan, aqli o'sha joyida hur balog'atga yetgan turib zina qilgan odam bo'lsa, uning jazosi chalma-kesak qilishdir. Tuvandagi hadis buning dalil paketidir. İmam Malik mundaq rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kishilarga tashviq qilishni boshlab, avval Alloh taologa hamd sana aytdi. Andin mundaq dedi: "Maqsadga kelsak, ey xaloyiq, shak shubhisizki Alloh taolo Muhammad alayhissalomni haqiqat bilan payg'ambar qilib avatdi. Uningga kitobni tushirdi. Uningga tushirilgan oyatlarning ichida zinaxo'rni chalma-kesak qilishga buyuradigan oyatmi bor edi. Biz u oyatni o'qigan va ma'nosini tushungan edik. O'z vaqtida payg'ambar alayhissalom zina qilguvchilarni chalma-kesak qilgan edi va bizmi payg'ambar alayhissalomdan keyin zina qilguvchilarni chalma-kesak qilgan edik. Va bizmi payg'ambar alayhissalomdan keyin zina qilguvchilarni chalma-kesak qildik. Men zamonning o'tishi bilan kishilarning Alloh taolaning kitobi bo'lgan Qur'onda zina qilguvchilarni chalma-kesak qilishga munosabatlik oyatlarni ko'midik deb zina qilguvchilarni chalma-kesak qilishdan iborat bir farzni tashlab etish orqali ezib ketishidan qo'rqaman. Bilib qo'yinglarki, mayli er yoki ayol bo'lsin, bir kishining to'y qilib bo'lib zina qilganligi dalil paket orqali yoki qo'rsoq ko'tirish va yoki e'tirof qilishi bilan isbotlansa, uni chalma-kesak qilish Alloh taolaning kitobida bor bo'lgan bir haqiqatdir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Zina qilguvchilarga jazo bergan vaqtida ularga ich og'ritmaslik. Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ya'ni sizlar Alloh taolaning hukmlarini ijro qilishda u ikkisiga rahimdillik qilmanglar. Bu yerda cheklangini bu jazoni yurgizmoqchi bo'lganda insonda tabiiy tepiladigan rahimdillik bo'lmasdan, balki jazoni ijro qilishga mas'ul bo'lgan hokim, qozilarni ijro qilish farz bo'lgan bir hukmni ijro qilmaslikka ilib boradigan rahimdillikdir. Rahimdillik qilish yuzidan hukmni ijro qilmaslik to'g'ri emasdir. Mujohid bu oyatning ma'nosida haqida mundaq dedi:
hükümni icra qilish masalasi padişahga yetkazilsa, o hükümning amaldan qoldirilmay icra qilinishi lozimdir. Said ibn Jubayr ve Ata ibn Abu Ribah qatorliqlardanmi bu vaqtda shunday rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq dedi: "Biri jinoyat uchun berilishi lozim bo'lib qolgan jazo hukmlarini o'zaro kechiktirib etinglar. Kechirib etinglar. Mubada u menga yetkazilib qolsa, uni ijro qilish lozim bo'ladi." Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, ya'ni sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etib ishongan kishilar bo'lsanglar, hukmlarni zina qilguvchilarga ijro qilinglar va ulardek zina qilishni o'ylashib turayotganlar ibrat ilib, qilmoqchi bo'lgan ishlardan qaytishi uchun ularni qattiq urib, birer yerlarini sundirib darajada emas, urunglar. İmam Ahmed mundaq hadis rivoyat qiladi. Sahabelarning ichidan biri: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, men qo'y bo'g'izlab o'tib, uning rahmim keladi" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Uning uchun sana savob yoziladi" dedi. Jazo hukmlarini kishilarning oldida ijro qilishning lozimligi. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Ya'ni zina qilguvchilarni kishilarning oldida qamchilash, ularni xijolatchilikka tashlaydigan va osal ahvolga qo'yadigan bir ish bo'lib, bu ish ularni shu yomon qilmishdan yondirish uchun bek foydalidir. Shunga Hasan Basri bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni ularni qamchilash uchun oshkor bo'lsin degan, ularni qamchilash ochiq oshkor bo'lsin deganlikdir dedi. Zina qilguvchi faqat zina qilguvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qilguvchi ayol faqat zina qilguvchi erga yoki mushrikga tegadi. U, ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. Zina qilguvchi faqat zina qilguvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Ya'ni Allah Teala bu oyatda zina qilguvchi erning zina qilish talabiga faqat o'ziga o'xshash stili buzuq zina qiladigan ayol va yoki zinani harom deb qaramaydigan mushrik ayollar qo'shiladi deb xabar berdi. Zina qilguvchi ayol faqat zina qilguvchi erga yoki mushrikka tegadi. Ya'ni shuningdek zina qilguvchi ayolning zina qilish talabiga faqat o'ziga o'xshash stili buzuq zina qiladigan va yoki zinani harom deb qaramaydigan mushrik erlar ma'qul bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. U, ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. Ya'ni zina qilish, stili buzuq ayollar bilan to'y qilish yoki iffetlik ayollarni stili buzuq erlarga yotliq qilishlarning hammasi haromdir. Qatada ve Muqatil ibn Hayyan mundaq dedi: Allah Teala mu'minlarning stili buzuq ayollarni elishni harom qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: Sizlardan mu'min ayollardan elishqa qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mu'min cho'rlardan olsin. Allah iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab eliveringlar. İçki ahvolini Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi.
Ulağa mehrlerini kimitib etmesden ve kechiktirmesden beringlar. Lekin ular oshkor zina qilmaydigan, yo'shirin oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Bulardan, ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffetlik bo'lganinglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mehrini berib nikohlab elishinglar halol qilindi. İmam Ahmed Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummu Mahzul ismli zina qiladigan bir ayol bor edi. Mu'minlarning ichidan bir kishi bu ayol bilan to'y qilish to'g'risida payg'ambar alayhisalomdan ruxsat so'rab keldi. Agar u kishi u ayol bilan to'y qilsa, u ayol u kishining chiqimlarini ko'tarib uni baqadiganga kelishgan edi. Shunga u kishi payg'ambar alayhisalomdan u ayolni elish ammaslik to'g'risida ruxsat so'rab kelganda payg'ambar alayhisalom uningga zina qilguvchi faqat zina qilguvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qilguvchi ayol faqat zina qilguvchi erga yoki mushrikka tegadi. U ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi degan oyatni o'qib berdi. İbn Abu Hatem Abu Hurayra radiyallahu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qamchilangan zinaxo'r o'ziga o'xshash zinaxo'r bilan to'y qildi. Bu hadisni Abu Davud mushundaq rivoyat qildi. İffetlik ayollarni zina bilan qorlagan, bunun rastlıqıga adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shuningga o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat chaplash maydonida ching turganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'hton chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiqquchilardir. Keyin tavba qilgan va amallarini tuzatganlar, ya'ni afifa ayollarga qarta, afifa ayollarga qayta tuhmat chaplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar. Guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qiluvchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi. To'limi mehribondir. Zina qildi deb bo'hton chaplag'uvchilarning jazosi. Bu oyatda hur balog'atga yetgan iffetlik ayollarni zina qildi deb qorlag'uvchilarning jazosi bayon qilindi. Agar qorlang'uvchi ayol bo'lmay, hur balog'atga yetgan iffetlik erlar bo'lsa-mu, qorlag'uvchi yanada qamchilandi. Agar qorlag'uvchi degan gepining rost ekanligi pok turg'iza olsa, qamchilanmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: iffetlik ayollarni zina bilan qorlagan, buning rostligiga adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shuning o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat chaplash maydonida ching turganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'hton chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiqquchilardir.
Ya'ni bu oyat qarilg'uchi degan gapining rost ekanligini fakt bilan isbotlay olmagan bu sharoit ostida uningga 3 turlik hukm bilan hukm qiladi. Birinchisi 80 qamchi uriladi. Ikkinchisi guvohligi mangu qabul qilinmaydi. Uchinchisi fosiq deb qaraldi. Ya'ni Alloh taolaning va kishilarning oldida adil hisoblanmaydi. Böhtan çaplığıcının tövbəsinin bayanı. Keyin tövbe qilgan va amallarini tuzatganlar, ya'ni afifa ayollarga qayta töhmet chaplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar, guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni banda tövbe qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi. To'limi mehribondir. Ya'ni uning tövbe qilishi bilan uningdan guvohlikning qabul qilinmasligi va uningga berilgan fosiqlik sifati ko'tarilib ketadi. Ammo uningga berilgan qamchi jazosi mayli u tavba qilsin yoki qilmasin ijro qilindi. Agar tavba qilsa, uning guvohligi qabul qilindi va uningdan fosiq degan sifat ko'tarilib ketadi. Adil degan sifat berildi. Bu hukm tabiinlarning peshvosi bo'lgan Said ibn Musayyabdan va bir turkum salaf olimlaridan rivoyat qilindi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sha'bi va Zahak qarilg'uchi toki o'zining qari chaplaganligini e'tirof qilmoqcha tavba qilgan taqdirdimi guvohligi qabul qilinmaydi. U o'zining qari chaplaganligini e'tirof qilsa, ondan uning guvohligi qabul qilindi dedi. Alloh rostdan bilgichidir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Nur tefsirinden 5. ayetkiçe anladığınla. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.